Nozimaxonim podasiga qashqirlar tashlanib tutindi. Yilqilarni yeb ketibdi. Nima ham qilardik? Kolbasachilarga olib boramiz-da. Ko'zlarini oldida so'ydirmasak, halol emas ekan deb olishmaydi. Ota, O, bu endi bizniki bo'ladimi? bu endi seniki bo'ladi qizim. Bu sog'ayib ketadimi? Aytolmayman. Bu yog'i organizmga bog'liq. Ko'zlaring buncha ma'yus. Emilohimdan yem so'rab kelaymi? Jonim qizim meni. Munchoq! Ota, ismini Munchoq qo'ydim. Bu oddiy hashakot emas. Yaqinda ko'rasan. Shunga seni chavandoz qilaman. Ota, O, men sizni yaxshi ko'raman. men ham seni yaxshi ko'raman qizim. Qarg'ashning ahvoli o'ta og'ir. Yurak yetishmovchiligi, irsiy. Nima bo'ldi qizim? Bir qultum ham suv ichmayapti. Shuni operatsiya qilib beringlar. Munchoq! Agar qo'lingizdan kelmasa, qo'lidan keladigan birortasini topib bering. Ma, yo'qol ko'zimdan. Pulim yo'q, nima qilay? Sog'liqqa og'ir ziyon yetkazish moddasi bor. Bilasiz. Endi siz ham shu modda bilan qamalasiz. Iltimos ketmang, ota! So'nggi urinish.